Assalomu alaykum. Balu ASP200 filtrlar bilan tanishtiraman. Bu soatiga 200 kuba havo olib kiradi. Tozalab, filtrlab 70 kvadratga yetadi. Bu birinchi filtri. Buni yuvib ishlatsanglar bo'ladi. Tekosdan qiladi. Har bir oyda yuvib turiladi. Buning ichida viruslarga qarshi mana bu narsasi lampasi ishlab turadi. Bu filtrlarni tanishtirsam, bu birinchi filtr bo'lgandan keyin bu ikkinchi filtri. Bu uchinchi filtri, HEPA filtr. Birinchisi грубый очистки filtr, ikkinchisi HEPA, uchinchisi угольный filtr. Bu pastda to'rtinchisi degani. Xo'p, bu krishkasini yopishib. Bu krishkasi. Ko'rinishi. Bu devorga ilinadi mana bu devorlarga. Ko'cha tomonga turbasi chiqaziladi. Orqa ko'rinishini ko'rsataman. Mana bitta turba bo'ladi. Turba mastga kelib devorga tegib turadi. Devorga ilinadi bu narsa.